Үрімчі отты көйдіріш вақасында опат болған барлық ұйғыр қырымдашымызды әслеймен. 2022 жылы 24 ноябр Үрімчі шәһәрі Тәңіртақ районындагы ұйғыр мәхәлләсендә Xitoy hökumәтенең uzundan beri Covid sababli qamal qilishga duchor bo'lgan ұйғыр xalqi tasaddifiy yuz bergan o't vaqasidan sirtqa chiqolmagan. Xitoy hökuməti o't o'chirish va aloqador doiralarning ұйғыр aholisining telefon uchurlarini ve inkasını tapşırıp ağandın kim o bulanı qutquzuşqa yol qoymagan. Sırtqa chiqishig'im yol qoymagan. Aloqador o't o'chirish tarmoqlarini o'tni o'chirishga buyruq qilmagan. Aloqador uchurlar turlik liniyalar yo'llar orqali jamiyatga tarqalib Xitoy hukumatining ayni chog'da Uyg'urlarning o'lishiga bevos sababchi bo'lgan jinoyatchi ekanligi o'ttirg'i chiqdi. Bu vaqtdagi xabarlar uchurlar keng tarqaldi. Hozirgacha Uyghur cemaati ve bir kısım axborot vositalari bo'lib Uyghur agentligi Xitoy hukumatining jami 44 nafar Uyghur xalqining hayotiga zamin bo'lganligini jazmlashtiramiz deb qaraymiz. Bu Xitoy hukumatining zamonimizda bir ilojsiz qolgan bir xalqga davlat terror siyosatini qo'llangan eng tipik jinoyatlardan birisi. Shundaqla xalq arada az uchraydigan insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat hisoblanadi. Uyghur xalqi bu ig'ir jinoyatni unutmaydi ve unutmasligi kerak. Mazkur voqeadan keyin Xitoyning boshqa shaharlarda o'xshash qamal qilishga duch kelgan Xitoy xalqi avval Shanxaydan boshlanib Xitoy hukumatining qamal qilishiga va qamal qilish sababli o't ko'ydirish voqeasiga duchor bo'lgan Uyghur xalqi uchun namoyish qildi. Bu dastlabki inkosi. Keyingi Xitoy hukumatining har qaysi joylarga tarqalgan namoyishlardan keyin bu Xitoy hukumatini uzundan beri davomlashtirib kelayotgan qamal qilishni bekor qilishga sabab bo'ldi. Demak, 44 nafar Uyg'urning hayoti va o'limi Xitoy xalqining bu xil qamal qilishdan qutulishiga sabab bo'lgan bevosita omil bo'ldi. Vaholanki xalqaro taratqular va boshqalar Uyg'ur xalqining 44 nafar Uyg'urning hayotining butun 1 milliard 400 million Xitoyni qamal qilishni qutqizgan asosliq voqea ekanligini unutib qoldi. Biz chet eldagi Uyg'urlar oldi bilan bu 44 nafar Uyg'urning hayotini davomli aslash, yod etish bilan birga ularning begunoh hayotiga Xitoy xalqining Xitoy hukumatining javobgar bo'lishi haqida harakat qo'llanishimiz kerak. Bu barliq Uyg'ur xalqining, Uyg'ur tashkilotlarining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va burchi. Her bir Uyg'urning hayoti hayot. Her qanday Uyg'urning hayoti qimmatli. Xitoy hukumati buni to'liq tekshirishi kerak. Xalqaro qonun va belgilamalar bo'yicha Xitoy hukumati va aloqador tarmoq o'rinlar bunga jazolanishi kerak. Shunaqla Xitoy hukumatining boshqa necha million Uyg'ur xalqiga qaratgan jinoyatlari bevosita so'rilishidan birga mazkur voqeadagi jinoiy javobgarlikmi cho'qim unutilmasligi kerak.